uzoqqa bormaydi, parod qiladi, uyaltiradi. Hozir mana bu O'zbekistonda Lear Motor masalasida juda katta mavzu ko'tarildi uni atmay masalasi. Siz bunga qanaqa qaraysiz? Men bu narsaga juda ham to'g'ri ma'noda qarayman. Chunki gap nimada ketdi, e'tibor bersang, elektronikasi haqida gap ketdi. Misol uchun motori, batareykasi yo dvigateli haqida gap ketmadi. Birinchi o'rinda turadigan narsa unda elektronika. Chunki hamma narsasi unda elektronikada. Eng главный funksiyalardan bittasi bu uni резкий торможенияsi, то есть qanaqadir такой DTP ga o'xshagan situatsiya bo'lsa, mashina to'xtab qolgan bo'lsa, odam chiqib qolsa, yosh bola, tam boshqa, резкий o'zi liba to'xtab beradi, liba bunda aylanib o'tib ketadi. Zikrlarda ham bor shunaqa funksiya. Boshqa bu mashinada ham menimcha bo'lsa kerak. Shu funksiyalar odam hayotini saqlab qoladigan funksiyalar. Yoki navarot qiladigan joylari ham bor. Agar u noto'g'ri ishlab qolsa, u narsa qorda ishlasa, yomg'irda ishlasa, pavorotda ishlab qolsa, boshqa har xil situatsiya bo'lishi mumkin. O'shaning uchun u elektronikasiga men ishonaman nitoligiga. Har doim bir umr baribir bizani miyamizda уже Xitoy desa, уже bizni сразу bunaqa titrab, уже Xitoy desa, miyamizda уже nimadirlar paydo bo'lishi boshlaydi. U narsa yaxshi emas, u narsa tufta, uzoqqa bormaydi, parod qiladi, uyaltiradi. Eng kerakli mana bu degan narsa уже o'tirib bo'lgan. Ota-onalarimiz har doim misol uchun uyga texnika olganda ham nima olishga harakat qilishardi? LG, Samsung, Bosch degan firmalarni olishga harakat qilardi. Mana bu hozirgi misol uchun brendlar umuman bo'lmagan. Hozir Xitoy narsalari, mashinalari ko'p вообще bo'lmagan. Changam bo'lardi, menimcha Damas'ga o'xshagan mashina, u ham juda ham tez chirib ketardi. Damas'lar ancha живой yurardi. Xitoy chiqargan bo'ldi, u cho'chish kerak. U to'xta, yaxshilab tekshirish kerak, qarash kerak, bu sinovdan o'tgan. Meni ichida shunaqa. Bitta misol, telefon olganman. Xiaomi 11 Lite bo'lgan. O'sha paytda 3-4 yil oldingi gap. 1 yilmi ishlatganman. Kamerasini nechidir megapiksel, 108, 200 deb yozib qo'yishadi. Olsang iPhone X ham darajasiga yetib bormaydi. Hozir danniy время oxiriga chiqayotgan misol Xiaomi'si ham bormaydi Samsung bilan, iPhone'lar bilan misol uchun raqobat bo'la olmaydi-da endi. Primoy aytayapman. Meni fikrim shunaqa. Так что elektronikasidan chiqdimi, muammo bo'ldi. Tushunaveringlarki, уже bu narsani o'ylab ko'rish kerak. Именно shu narsani tekshirayotganlar ham misol uchun ahmoq emas, ko'ryapti, bilyapti. Men o'zim ham juda ham ko'p ko'rdim Instagramda. Monitorlari, Lilaniki, boshqasiniki pirpirab qoladimi, bir nimalar bo'ladimi, o'chib qoladimi mashina o'zidan o'zi yo'lda ketayotgan joyda, yonib ketadimi, har xil bir Короче, Xitoy mashinasida juda ham ko'p muammo bor. Xitoy baribir. Shuning uchun unaqa bo'lyapti, bunaqa bo'lyapti, nimaga zapret qilishdi, demaylar. Arzon narsaga hech qachon uchish kerak emas. Arzon narsa, demak, o'ylaylar, nimadir nidoni, bekorga u arzon emas. Misol uchun chet eldagi BMW, Mercedes chiqaradigan mashinalar ham ahmoq emas. O'zidan o'zi mana nemetskiy качество deymiz, hamma aytadi buni, ha. Mana mashina legenda, u legenda deb har doim бесконечный spor BMW Mercedes. Nimaga? Chunki realniy качество-da. Ikkita mashina realniy уже necha yuz yildan beri raqobat qilib keladi, raqobat qilib kela oladi chunki. Уже sinalib bo'ldi u mashinalar misol uchun. Nimaga xuddi shunaqa Mercedes, BMW ning elektromobili qimmatda? Nimaga bular arzon? O'ylash kerak.